Öğlenmesinden burun Padraskoy ozırısında köpçilikte boğanı kabi menem yüzümde köp kusumuz var uğrediğimiz şula köpedi dım köp yeçim kıdırganımız barmağan kosmetologumuz kamagan oshqozongacha her balayati ko'rganmiz qayta chiqavergan. Keyin bir dona dim arzon dim kutilmagan yechim bo'lgan, ya'ni Dektyarni degan sovunni menga birov tavsiya etgan. Isi dim sassi benzinni nasan isi keladi. Shu bilan yuzimdagi o'g'rilar yo'qolib ketgan. Bu yüzde probleması bola uchun foydali, yuzni quritadi bu. Endi bilinman kimman nechik ishlaydi, men doktor emasman. Menda ishlash foydali bo'ladi. Ko'rib yadim chiqib ket. Balkim najot topmay yurgan odamlaringiz bo'ladi bo'lsa, ishonam bir yuzini yuvib ko'rsinlar. Isini chidasalar lekin. Dehqonda bor ekan hozir ham. 4-5 ming so'mlik narsa bu. Bunda sal qimmati 12-15 ming so'mlik. Agar sizda ham shunday problema bo'ladi bo'lsa, yo o'g'lingiz, qizingizda shu o'g'ri bilan bog'liq problemalar bo'ladi bo'lsa, videoni tashlab qo'ying, balkim foydasi bo'lib qolar. Yana bilmadim.